Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog'liginglar yaxshimi? Charchamasdan. Dehqonchiliklar bo'lyaptimi? Mana iyul ham oxirlab qoldi. Xudo xolasa ko'chatlarimizni mashinalarda qirib yuborganmiz. Ko'chatlarimiz hozir sahar 7 dagi holat, ertamanda. Natijalar yomon emas inshaalloh. Sekin-sekin harakat boshlayapmiz. Lavoshkalarni ham almashtirib turibmiz mana. Sekin-sekin ma'lumotlar tashlab boraman xudo xolasa. Imkon qilsam Toshkentga borib, Toshkentdagi ko'chatxonani ham bir rasmga olib videolar qilib beraman. Agar Alloh nasib qiladigan bo'lsa, Koreyaga ham boraman. Koreyada ham ko'chatlarda, qultmalarda inshaalloh nasib qilsa jo'natib beraman ulardan videolarni. Endi Koreya vizamiz chiqib qolgandan keyin bir YouTube'ga joylayman. Savolinglar bo'lsa, savolinglar tayyorlab turasizlar. Ko'chatlar holat. Birlashib inshaalloh ma'lumotlarni olamiz. Endi buni o'zini agrotexnikasi bor, sekin-sekin o'rganishimiz kerak. Hammamiz ham buni qachon azot to'xtatamiz, qachon qanaqa narsalar agrotexnikalar qilinadi, qachon kasalliklarga ishlanadi. Hammasini sekin-sekin o'rganib boryapmiz Allohdan so'rab. Shuna holat. Biz ko'chatlarimiz zakaz olgan to'xtatganmiz, sababi o'zimizga asosan o'zimizga ko'chat qilamiz, katta joyiga qilmaymiz. Bir 10 mingtacha, 11 mingtacha matchni ekkanman. Shundan 10 tadan olamiz xudo xolasa. Hozir mana bunda ko'radigan bo'lsangiz 24 talik kaseta, 2 ta yo bo'lmasa 2,5 ta ona ko'chatga to'g'ri kelgan. Holat. Nariyadagi katta kasetalarimiz 20 talik. 40 talikni yarimiga ekkanmiz, ular 20 tadan to'g'ri kelgan. 2 ta ona ko'chatga 10 ta onadan to'g'ri keladi shunda. Shuna holat. Mayli, tani joyinglar sog' bo'lsin. Inshaalloh videolarni sekin-sekin bitirib qo'yib boramiz. Omadinglar bersin.